Selamu aleyküm. Salom hammaga, sizlar bilan yana Snack PUBG. Bugun videoda sizlar bilan top 5 ta vokatalarni ko'rib chiqamiz. Bu vokatalar kodini Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Uzoq kutmasdan videoni boshladik. Ikkinchi, bu oy men 1000 obunachi bo'lishim kerak. Bunga albatta siz yordam berasiz. Pastga tushib videoga bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Qani bo'lsam boshladik. Qani bo'lmasam birinchi vokatani kodini terib olamiz. Kodi shu, mana endi esa vokatini kirib olamiz vokatga. Endi esa necha sekundda kirishini ko'ramiz. Necha sekundda kirar ekan. Mana vokatimga ham kirib oldik. Naq 10 sekundda kirdi. Endi esa vokatani ko'rib chiqamiz. Bu vokatani o'ta ham ko'p streamerlar o'ynaydi. Bu vokatimizni Telegram kanalidan topishingiz mumkin kodini. Bu birinchi vokat edi. Endi esa keyingi vokatga kiramiz. Qani ketdik. Qani bo'lmasam ikkinchi vokatani kodini terib olamiz. Ikkinchi vokatani kodi shu bo'ladi. Vokatani kodi endi shu vokatga kiradigan bo'lsak, necha sekundda kirarkan endi bu yog'ini ko'ramiz. Mana vokatga ham kirib oldim. 3 minut 3 sekundda keldi. O'tda ham cho'zildi. Endi vokatga necha kirdik. Endi sizlar bilan zo'r qilib chiqamiz. Mana vokatimizni ko'rishingiz mumkin. Vokatda uy bilan odam pastda. Endi esa ochib ko'ramiz. Odam qani ekan endi ko'ramiz. Odam tepadan chiqdi. Endi otamiz odamni. Endi sheriga o'nakan sherigini ham o'tib olamiz. Ular shuna qilib do'stingiz bilan shunday o'ynasangiz bo'ladi. Bu yerda birga bir o'ynasangiz ham, 2 o'ynasangiz ham bo'ladi. Menimcha 4 ham o'ynasa bo'ladi. Endi bu vokatni ko'radigan bo'lsak, zo'r vokat degan. Endi esa keyingi vokatga kiramiz. Bu vokatning kodini Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Qani bo'lmasam keyingi vokatga kirib olamiz. Bu vokatimizning kodi shu. Endi bu vokatni ko'pincha ko'p odam o'ynaydi, Sniperski. Bu vokatimiz umuman kuttirmadi bizni. Endi esa ichiga kirib, sizlar bilan obzor qilib chiqamiz. Mana vokatga ham kirib oldik. Mana vokatimiz. Endi esa bu vokatimizni kodini Telegramdan topishingiz mumkin. Endi esa o'yinimni ko'ringlar. Biratlar mendan qo'rqdimi bilmadim. Pekinishib oldi. Mana endi birat totamiz qattiq urinib. Voy boshim 3 ketdi boshi. 100 bo'lganda lekin yomon 3 ketgan bo'lasdi. Ana endi keyingi vokatga o'tamiz. Endi esa 4-vokatni kodini terib olamiz. Vokatimizning kodi shu bo'ladi. Buni Telegramdan topishingiz mumkin. Endi esa vokatga kiramiz. Bu vokatni ko'pincha berkinmachi ashnaqa vokatda bu qochib yuradigan. Ya'ni manyak. Endi vokatda bizni kuttirmadi unchalik. Endi vokatdan kirib obzor qilib chiqamiz. Bizdan boshqa hech kim kirmabdi. Endi esa pastga tushib qanaqaligini ko'rsatib o'taman. Mana pastga ham tushib oldik. Endi esa bu vokatda o'ta ham katta qo'llashmachi ashnaqa vokatda. Buni Telegram kanalidan topishingiz mumkin kodini. Endi esa keyingi vokatga o'tamiz. Mana oxirgi vokatga ham kirib oldik. Bu vokatni o'ta ham ko'p odam yaxshi ko'radigan vokat, ya'ni zombilik vokat. Bu vokatdan Telegramdan topishingiz mumkin kodini. Endi esa kirib olamiz. Necha sekundda kirar ekan ko'ramiz. Bu vokatimiz 27 sekundda kirdi. Endi esa kirib endi o'ynaymiz.
Shu joyda juda ham katta xato qilibman, ya'ni ko'kda ezibman. Yashilni ezish kerak edi, lekin men ko'kda ezib yuboribman. Shu yerda juda ham katta xato bo'ldi va 4 ta odam kelibdi biz bilan. Endi esa ko'kka kiradi menimcha. Sariqqa keldi. Endi esa boshqatdan kirib turib, yangi ochib turib, o'sha endi anaqani ezamiz yashilni. A few moments later. Mana o'sha vokartga ham kirib oldik. Endi adez turdik, mana o'sha anaqa chiqdi. O'sha yo'l mashhur, o'sha eng zo'r yo'li. Endi esa mana o'yin ko'rdinglar. Buni Telegram kanalidan topishingiz mumkin kodini. Endi esa videoda tugatamiz. Mana videomiz ham tugadi. Bu videoda ikkinchi qismi chiqsinmi? Sizlar poddesh qilsanglar, ya'ni videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsanglar, bu videoda ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Unda ham zo'r kartalarni qo'yganman. Mana bo'lmasam hammaga xayr, sizlar bilan Snake PUBG bo'ldi. Kelasi videolarda ko'rishguncha